Hurmatli obunachilarimiz, Avtoshopga kelgan yana bir mashinamizni reklam etamiz do'stlar. 2012-yilda ishlab chiqarilgan 1.8 avtomat korobka Lacetti dizimizlar. Kressi, zanglar ishlangan, bilasizlar, bular zang tushadi. Bosh balonlar qo'yilgan, protektorlar 70-80% bor. Mashinamizning tonerka razreshinalari o'tgan, optrostop original, arqa kameralari. Mashinada metan bor, yuzlik. Salon holatlarini ko'rsatsak do'stlar, mana. Yani senede toptu. Telefon, çikolları, o'ziniki, lyuklari bor, registrator, yurgan probegi 185 ming kilometr yuribdi do'stlar. 185 ming o'zini yurgani. Motori 1 gram moy yemaydi. Metanga kelsak do'stlar, pakaleniya metan. Pakaleniya metallari bor. Mashin benzindan, metandan yuraveradi. Hadoyindan hech qanday ishi yo'q. İdealniy sosiyada, quruz yanglar ishlangan. Probegini aytib o'tdim. Narxına kelsak do'stlar, 90 million so'm bo'lsa berib beramiz. Dogovor ham chiqadi mashinam. 30-40 million bilan kelsangizlar, dogovor ham gaplashaveramiz. Jim mashinalaringiz bo'lsa, barter ham ishlayveramiz. Narxini 90 million so'm. 2012 avtomat, menimcha 1.8 zo'r sana. Eldana sonsiz ochtalar ham bo'lgan ekan. Kelaversa mashina Avtoshop pullarida turadi do'stlar. Malibumuz ham bor, avtomat Spark so'raveradi, avtomat Sparklarimiz ham bor. Sentrallardan turlaridan bor.